Mana yana bir ishimizni tugatdik. Chelak tumani Lazzat shaharchasi. Menda nima bo'lsa Lazzat deydi shu yerda. 4 ta qo'yildi. Balandlik 3 metr bo'ldi. Buni diametri 30 lik. Mana shunday bo'ldi. Liniyalari bitta liniyada pastlari bilan chiroyli qilib chiqarib berdik. Ana bulari ham bu tomonlari bu tomondan ko'rinishi yonboshdan 30 lik diametrdagi liniya o'roq deydi-ku, o'roq. Bu ham juda chiroyli chiqdi. Xizmat bo'lsa ekrandan nomerga telefon qilaverasizlar.